Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz Secret X kanalidasiz. Agar futbol olamidagi eng qaynoq transferlar, katta shov-shuvlar, sirli muzokaralar va eng eksklyuziv futbol yangiliklarini birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Bugungi videoda sizni haqiqiy transfer bombalari kutmoqda. Real Madrid Xvicha Kvaratskhelia uchun 150 million yevro sarflashga tayyormi? Florentino Perez futbol tarixidagi eng dahshatli o'ng qanotni yaratmoqchimi? Kylian Mbappe nima uchun aynan Abduqodir Husanovga qarshi o'yinni esladi? Va videoni boshlashdan oldin muhim bir narsani aytib o'tmoqchiman. Secret X kanalida qimor, bukmekerlik, kazino va pul tikishga targ'ib qiluvchi reklamalar bo'lmaydi. Bizning maqsadimiz futbol muxlislariga sifatli va foydali kontent yetkazishdir. Shuning uchun agar siz halol futbol muhiti va qiziqarli futbol yangiliklarini qidirsangiz, siz aynan kerakli joydasiz. Endi esa boshlaymiz. Birinchi mavzu. Real Madrid Xvicha uchun 150 million yevro beradimi? So'nggi kunlarda Yevropa futbolida eng ko'p muhokama qilinayotgan futbolchilardan biri bu Xvicha Kvaratskhelia bo'lib turibdi. Gruziyalik sehrgar himoyachilar uchun haqiqiy bosh og'rig'i, birga bir vaziyatlarda dunyoning eng xavfli futbolchilaridan biri va endi manbalarga ko'ra unga Real Madrid jiddiy qiziqish bildirmoqda. 150 million yevro. Bu oddiy summa emas. Bu ko'plab top klublarning butun tarkibidan qimmatroq narx. Xo'sh, Perez nima uchun aynan Xvichani xohlamoqda? Sababi oddiy. Real Madrid kelajak uchun yangi super jamoa qurmoqda. Mbappe, Bellingham, Vinicius, Valverde va ehtimol Xvicha. Tasavvur qiling. Bir tomonda Vinicius, ikkinchi tomonda Xvicha, markazda Mbappe. Bunday hujum chizig'ida qarshi turish naqadar qiyin bo'lishini tasavvur qila olasizmi? PSG esa futbolchini qo'yib yuborishga shoshilmayapti. Chunki Xvicha qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy yulduzlaridan biriga aylandi. 48 ta o'yin, 19 ta gol va 11 ta assist. Bu statistika uning qanchalik foydali futbolchi ekanini ko'rsatib beradi. Shu sababli bu transfer amalga oshishi oson bo'lmaydi. Lekin Florentino Perezni yaxshi biladiganlar bir narsani aytadi. Agar Perez bir futbolchini olishga qaror qilsa, ko'pincha oxirigacha kurashadi. Ikkinchi mavzu. Real Madrid futbol tarixidagi eng dahshatli o'ng qanotni yaratmoqchimi? Mana endi haqiqiy bomba. Michael Olise so'nggi mavsumning eng yorqin futbolchilaridan biri. Ayrim mutaxassislar uni Yevropaning eng texnik qanot futbolchilaridan biri deb hisoblashmoqda. Xabarlarga ko'ra, Florentino Perez aynan Oliseni Madridga olib kelishni xohlamoqda. Sababi nima? Javob juda qiziq. Madrid rahbariyati o'ng qanotda Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde va Michael Olise uchligini yaratishni orzu qilmoqda. Tasavvur qiling. Arnoldning paslari, Valverdening energiyasi, Olisening driblinglari va bu kombinatsiya haqiqatan ham futbol tarixidagi eng xavfli qanotlardan biriga aylanishi mumkin. Ammo muammo bitta. Bayern Munchen nemis granti futbolchini qo'yib yubormoqchi emas. Hatto ayrim manbalarga ko'ra, ular 200 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyor. Bu esa Olisening klub uchun naqadar muhim futbolchi ekanini ko'rsatadi. 22 ta gol, 31 ta assist. Bunday statistika zamonaviy futbolda ham uchraydi. Shu sababli Bayern rahbariyati uni kelajak loyihasining markaziy qismi sifatida ko'rmoqda. Lekin transfer bozori ko'p bora bizni hayratda qoldirgan. Shunday ekan, bu hikoya hali tugagani yo'q. Uchinchi mavzu. Mbappe nima uchun Husanovga qarshi o'yinni esladi? Endi esa biz uchun eng qiziqarli mavzulardan biri. Sababi bu yerda O'zbekiston futboli ham bor. Kylian Mbappe yaqinda bergan intervyusida Real Madrid safidagi eng yaxshi o'yinni esladi va u aynan Manchester Cityga qarshi uchrashuvni tanladi. Nega? Chunki o'sha kuni u Santiago Bernabeuda hat-trick qayd etgan edi. 4-daqiqa, 33-daqiqa va 61-daqiqa 3 ta gol, to'liq hukmronlik va o'sha o'yinda Manchester City safida Abduqodir Husanov ham maydonga tushgan edi.
Bu biz uchun alohida qiziq. Sababi Husanov dunyoning eng kuchli hujumchilaridan biri bo'lgan Mbappega qarshi o'ynash imkoniyatiga ega bo'ldi va Mbappe o'sha kuni porladi. Lekin bu Husanov uchun ulkan tajriba bo'ldi. Tasavvur qiling, bir necha yil oldin O'zbekistonda o'ynagan futbolchi bugun esa Bernabeuda Mbappega qarshi. Bu o'zbek futbolining rivojlanayotganidan dalolat beradi. Ko'pchilik mutaxassislar Husanov hali o'zining eng yaxshi davrga yetib kelmaganini aytmoqda. Yoshi hali juda yosh, tajriba ortib bormoqda va kelajakda u yanada kuchliroq himoyachiga aylanishi mumkin. Mbappening o'zi esa mavsum davomida 41 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Bu fantastik natija. Lekin qiziq tomoni shundaki, shuncha golga qaramay Real Madrid mavsumni yirik sovrinlarsiz yakunladi. Bu esa kelasi mavsum oldidan klub rahbariyatini yanada faolroq bo'lishga majbur qilmoqda. Ehtimol shu sababli Perez yangi super transferlar ustida ishlayotgandir. Demak, bugungi videoda biz 3 ta ulkan mavzuni muhokama qildik. Real Madridning Xvicha Kvaratskhelia uchun 150 million yevrolik ehtimoliy qiziqishi, Michael Olise atrofidagi transfer bombasi va Mbappening Husanovga qarshi o'yini haqidagi esdaliklari. Endi navbat sizda. Sizningcha Xvicha Real Madridga o'tishi kerakmi? Michael Olise 200 million yevroga arziydimi? Abduqodir Husanov kelajakda dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biriga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz barcha izohlarni o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Sizning fikringiz Secretex oilasi uchun juda ham muhim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimiz rivoji aynan sizning qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Har bir obuna, har bir like va har bir izoh bizga yanada sifatli kontent tayyorlashda yordam beradi. Secretex oilasiga qo'shiling. Kelgusi videolarda yanada katta transferlar va eksklyuziv yangiliklar bilan uchrashguncha xayr. Eslatib o'tamiz. Secretex kanalida qimor, bukmekerlik, kazino va pul tikishga targ'ib qiluvchi reklamalar bo'lmaydi. Bizning maqsadimiz futbol muxlislariga sifatli va foydali kontent yetkazishdir. Shuning uchun agar siz halol futbol muhiti va qiziqarli futbol yangiliklarini qidirsangiz, siz aynan kerakli joydasiz.